Turkman boy tili milliy bayramini chin qalbimdan, bugungi tantanali yig'inga tashrif buyurgan barcha azizlarga chin qalbimdan muborakbod aytaman. Azizlar, Turkman tili va tarixi haqida ustozlar va bugungi yig'inga ishtirok etgan ustozlar, shoirlar, yozuvchilar ma'lumot berdi. Til bir qarordodiy, bir misoqiy xalq ichida bir misoqiy va qarordodiy padida hisoblanadi. İnsanlar til orqali bir-biriga o'sha o'zini ko'nglidagi bor maqsadini va tilagini izhor etadi. Til bir padidaki zaman o'tishi bilan sharoitga qarab o'zgarib boradi, tag'yiriydi. Dunyoda hech til sutcha, sobit va pokiza emas, balki bir til boshqa bir tildan qarz oladi va tag'yiriydi. Masalan, turkiy til ham o'sha dunyodagi eng o'sha qoidali tillardan birtasi hisoblanadi. Ya'ni turkiy tilda bundan 1000 yildan ilgariroq ham ustozlar aytib o'tdi. Mahmud Koshg'ariyning lug'ati turk, habbatil yo hatabatil haqoiq va shunga o'xshash yuzlab turkiy tilda asarlar bizgacha yetib kelgan. Bular shuni sobit etadiki, turkiy til dunyodagi eng qoida va yaxshi tillardan birtasi hisoblanadi. Bugun turkiy tilni ta'siri Farsi dari tilida, hatto ingliz tilida, arabcha tilida, boshqa ko'proq tillarda turkiy til burada o'sha lug'atlari, istilolari o'rda o'tgan. Yana o'sha til, o'sha Farsi til yo boshqa til shuni qabul qilgan. Ular fikr etadi, mana shu forscha so'z yo masalan inglizcha so'z deb. Holbuki aslan u turkiy bo'lgan. Turkiy tildan boshqa tillardan kirib kelgan. Tilni o'zi tag'yiriydi, o'zgaradi. Bu tilni o'zgarishiga sharoit, zamon, tabiiy hodisalar, mana shu o'zgarishlar, masalan lashkarkashliklar, shular hammasi bu tilni o'zgarishiga va tag'yirishiga bois bo'ladi. Masalan, turkiy tilda ko'p istilolar mana bugungi shu ilm texnik ilgari borgani uchun, peshrafat etgani uchun ko'p texnikiy istilolar kirib kelgan. Yine tilni boyligi sabab bo'ladi. Masalan, kompyuter deymiz, telefon deymiz va shunga o'xshash narsalar hammasi, bular hammasi o'sha har yerdagi o'sha bir vasila ijod bo'ladi, o'rtaga keladi, kashf bo'ladi, yo topiladi, ixtiro bo'ladi. O'sha tilda aytiladi. Va o'sha til sora boshqa tilga ham kirib boradi. Garchi Eronda mana shu tilga ko'chganlarga o'sha forschani sutcharoq etib, o'sha ba'zi istilolarni tildan chiqarsalar, vali unga muvaffaq bo'la olmaydi. Chunki mana islom muqaddas dini kelgandan keyin siz bizning turkiy tilimiz boshqa tillar qatorida turkiy tilimizga ham xeyli ta'sirot etgan. Binoan masalan o'zbek tili bo'lsin, turkman tili bo'lsin, qirg'iz tili bo'lsin, qozoq tili bo'lsin, nayman tili bo'lsin, bular hammasi turkiy tilning shoxalari aytiladi. Bizda turkman tilini yo o'zbek tili boshqa tilni lahja deya olmaymiz. Lahja bilan shoxani farqi tafovati bo'ladi. Ya'ni ana bugungi mana shu turkmaniy til yo o'zbeki yo qozoqiy, qirg'izi bular hammasi bugun bir mustaqil til shaklida bu foydalanadi va undan ish olinadi. Uni so'zlovchilari har yerda millionlab insonlar buni turkiy tilda yo o'zbeki yo turkmaniy tilda yo qozoqiy tilda suhbat etadi. Chunki bundan masalan 1000 yil oldin yo 500 yil oldin, undan ham 300 yo 200 yil oldin bular hammasi o'zbek tili yo turkman tili deb hech bir asarda men o'qigan emasman. Lekin masalan O'g'izlar kelgan, turkmanlar kelgan, o'zbeklar kelgan, qozoqlar kelgan, bu bir qavm bo'lib kelgan. Majmuada bularning hammasini tili turkiy til degan. Hazrat Navoiy ham turkiy degan o'zbek kalimasini ham keltiradi. O'zbek kalimasini ham keltiradi. Lekin umuman olganda mana bizda yaxshi bilamiz, bundan 40 yil yo 50 yil oldin o'zbekcha gapiraman degan xalqimiz ichida bu gap yo'q edi. Balki turkiyni bilasanmi deydi yo turkiy gapirasanmi deydi, shunday bir istiloh bor edi.
bu o'zbek turkman nimasi desam keyinchalik topildi. Mana shu 100 yil ichida bular hammasi turkiy xalqlar bo'lgan va tili ham turkiy bo'lgan. Hozir masalan bir o'zbek suhbat etsa, bir turkman, bir qozoq, bir qirg'iz uni yaxshi angla oladi, bila oladi. Masalan bir turkman suhbat etsa, uni boshqa o'sha turkiy xalqlardan qaysi bo'lsa, qiynalmasdan uni nima qiladi. Ko'proq mana shu bir-birini bular bila oladi, dard keladi, ehsos etadi, anglaydi. Lekin bu narsa emas, lahja emas. Bugungi kunda hammasini bir mustaqil til deb biz ayta olamiz. Chunki asli buni asosi turkiy til bo'lgan. Shuning uchun mana o'tgan necha yil mobaynida Afg'onistondan turkiy tilda yo o'zbek tilida yo turkman tilida ko'p katta ishlar bo'ldi. Yuzlab kitoblar bo'ldi, chop bo'ldi turkman tilida, o'zbek tilida. Xo'p, shuning uchun bu bu tillarni o'sishi uchun maktablarda bular tadris bo'lishi kerak. Boshqa televizorlarda, masalan radiolarda va boshqa rasonalarda bular ko'proq ishlatish kerak. Har kimni o'z ona tilida suhbat etmoqqa, so'zlamoqqa, gapirmoqqa haqqi musallamni. Bu Xudoning bergan ne'mati. Hech bir inson bir insondan izofa emas, farqi yo'q. Shuning uchun men suhbatni burada qisqa qilaman, vaqtingizni olmayman. Yana bir bor turkman tili milliy bayramini chin qalbimdan hammalaringizga muborakbod aytaman. Va bugungi yig'inni o'rtaga qo'ygan azizlarimizga zahmat chekibdilar. Xo'p, mana bu yerda bu yig'inni yo'lga qo'yibdilar. Bulardan ham minnatdorchiligimni bildiraman.